O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan taniqli san'atkor vafot etdi. Srochna ko'ring. Kanalimizni ilk bor ko'rib turgan bo'lsangiz, videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. 24-mart kuni O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Oyisha Jo'rayeva hayotdan ko'z yumdi. Bu haqda aktrisaning yaqinlari ma'lum qildi. Oyisha Jo'rayeva 1947-yil 24-martda Qirg'izistonning Jalolobod viloyatida tavallud topgan. Aktrisa o'z faoliyatini Qo'qon teatrida boshlagan. Uning turmush o'rtog'i ham san'atkor edi. Oyisha Jo'rayeva bir qiz va 2 o'g'ilning onasi edi. Xususan u meros, jumboq, toliqqan ko'ngillar, armonli dunyo, burch, jasur, narigi sohilda qolgan bolalik, suv yoqalab, Maysaraning ishi va qabrdagi xazina kabi badiiy filmlarda rollar ijro etgan. Ma'lumot uchun aktrisaning vafoti uning tug'ilgan kuniga to'g'ri keldi. Aziz Rametov xalqdan ehson so'radi. Aktyor o'z bayonotida bu qarorga sog'lig'i bilan bog'liq jiddiy muammolar sabab bo'lganini ta'kidladi. Uning aytishicha, bo'yin va bel suyaklarida jarrohlik amaliyotini o'tkazish zarur. Shifokorlar operatsiya kechiktirilsa, kasallik yanada og'irlashishi va salomatligiga jiddiy zarar yetkazishi mumkinligini bildirgan. Shu sababli san'atkor moliyaviy yordam so'rab, jamoatchilikka murojaat qilgan. Shou-biznes olamidagi eng so'nggi yangiliklar bizning kanalda. Bizni kuzatishda davom eting, biz sizga eng so'nggilarini taqdim etishda davom etamiz.